Ay, qo'ysam-chi aka. Uydagilar o'lan deb qo'ymoqdi. Lekin o'lni aytsam, birmi yaxshi qiz yo'q degina. Undaq demegin. Undaq so'z uchun dinimizda 4 guvoch odam chaqirishing kerak. Agar ular sening so'zingni qo'llamasa, bir qiz uchun dunyoga 80 qamchi yeysan. Sen bo'lsangmi, dunyodagi barliq qizlar to'g'risida gap qilsa, bu bekmi ig'ir gunoh. Uydagi ota-onam tushensangmi bo'ldi. Arman. Sen o'zingga qiz izlamagin. Ömürlük ayol deganni birinchidan bolalarga ana, durust tarbiya ve uydagi anaga do'st bo'laoladigan ayolni xohlagan. Biz hozir millionlab ajayotgan vaqtida o'z xalqimizning sonini milliardlab ko'paytirishimiz kerak. O'z amallarimiz ve albatta Allohning yordami bilan. Rahmat aka. Rahmat nasihatingizga. Sizning aytgan gaplaringiz menga bek ta'sir qildi. Men cho'qim siz deganda